Yomon narsalar haqida o'zi nima uchun o'ylaymiz aslida? O'zi kimga qaratganmiz diqqatimizni? Nimalar bilan bandmiz? O'zi aslida yomon narsalar yaqin orada kelmagan-ku sizga, misol uchun, u yillar davomida bo'lishi mumkin. Siz ishlamagan, siz e'tibor bermagan, siz o'zingizni meningiz bilan harakat qilmagan joylari juda ko'p bo'lishi mumkin aslida. Onamning juda ham chiroyli gaplari bor. Hozir o'tib ketgan narsaga bo'ldi, kuyinma. Chiroyli tabassum qilinglar. Yaxshi narsa haqida o'ylanglar, kechirimli bo'linglar. Kulib qarab, kulib yengib ketishga harakat qilinglar deydilar. Yoshligimizdan qarang. Mana hozir men esladim shu savolni berishgandan keyin. Yoshligimizdagi o'sha gaplar demak bizga kuch bergan, quvvat bergan. Ya'ni shu harakatlar biz uchun hozirgi daqiqalargacha ham demak keldi negativ narsa, bilamiz u narsani qiymati yo'qligini bilamiz. Shu narsani qiymati yo'qligini bilib turib, nima uchun biz uni qalbimizga, ongimizga, butun tanamizga singdiramiz? Mana bu katta xiyonat.